Assalomu alaykum. Bugun 3-chi amaliy darsimiz hisoblanadi, nazariy darsimiz. Ya'ni bugun biz siz bilan for sikli yordamida ishimizni qanday osonlashtirishni ko'rib chiqamiz. Tasavvur qilaylik, birorta musobaqa bo'lyapti. Unga ishtirokchilar uchun qator raqamlarni chiqarish topshirig'i berildi. 100 ta yoki 1000 ta raqamni qo'lda yozib chiqamizmi? Yo'q, albatta. Buni Pythondagi for va range yordamida bir necha soniyalarda bajaramiz. Biz range funksiyasi yordamiga bizga bu vaziyatda range funksiyasi yordamga keladi. Unda 3 ta parametr bor: boshlanish nuqtasi, tugash nuqtasi va qadam tashlash masofasi. Keling, amaliyotda oddiy raqamlardan ro'yxatdan tortib faqat juft raqamlarni saralashgacha bo'lgan jarayonlarni ko'ramiz. Ya'ni bunda biz Python dasturini yana ochib olamiz, yangi ishchi maydon yaratamiz. Avval birdan 10 gacha bo'lgan ishtirokchilar ro'yxatini chiqaramiz, keyin esa faqatgina to'q tartibdagi ishtirokchilarni saralaymiz. Xo'p. Print ishtirokchilar ro'yxatini chiqarib kirgizamiz va birdan 11 gacha bo'lgan, ya'ni 10 ni o'zini olish uchun ham birdan 11 gacha deb beramiz. For in range birdan 10 gacha bo'lganligi uchun birdan 11 gacha, ya'ni 10 ni o'zi kirish uchun deb yozib olamiz. 2 nuqta. Print ishtirokchini chiqaradi. Keyingi amalimizda faqatgina to'q raqamli ishtirokchilarni chiqarib berish kerak va sikldan chiqarib olamiz, yozib olamiz. Birdan boshlab har 2 qadamda sakrab o'tadi, ya'ni to'q raqamlarni chiqarishimiz uchun. Va bunga shart beramiz. For range 1 11 birdan, ya'ni 11 gacha va ikkitadan sakrab o'tish kerak. Shu 2 ta qadam beramiz. 2 nuqta. Va bu bizga to'q raqamli ishtirokchilarni chiqarib beradi. Xo'p, e'tibor bering, range 1 11 2 deb yozgan joyimizga dastur 1 ni oladi, keyin esa 2 ta qadam tashlab 3 ni oladi. Shu tartibda davom etadi. Biz bu ma'lumotlarni filtrlashda juda qo'l keladi. Keling, buni tekshirib ko'ramiz. Dasturni ishga tushirib ko'ramiz. Uchinchi dars amaliy. Birinchi ishtirokchilar ro'yxatini mana chiqarib berdi, 10 gacha bo'lgan ishtirokchilarni. Birinchisida ko'rib turganingizdek raqamlarni tartib bilan chiqardi. Ikkinchi holatda esa bizga kerakli bo'lgan to'q raqamlarni saraladi. Agarda bizda 1000 gacha bo'lgan sonlar kerak bo'lsa, shunchaki range birdan 1001 gacha deb yozishimiz kerak bo'ladi, 1000 ni o'zi kirishi uchun. Hop, shu bilan bugungi darsimiz tugadi. Keyingi darslarda ko'rishamiz.